Hurmatli MBA obunachilari, kommentariyalarni ko'rib, o'qib, bir ikkita narsalarni o'qidimda, shu narsani aytmoqchiman. Bu kommentariy yozishdan oldin buni bitta mashinani chiqaringda, uni 36 oy davomida uni pullarini olib yig'ib, u bilan muomala qilib ko'ring. Undan keyin bir qanaqadir fikr yozsangiz, menimcha yarashadi. Yana bir eslatma, biz Instagramga rolik joylayapmiz, lekin bizdan fake akkauntlar ko'payib ketib, bizdan olib 2 kun, 3 kundan keyin qo'yishyapti. Va bizda klientlar, mijozlarimiz kelibdi-da, mana bugun qo'ygansizlar degan bizga bir vazifaga kelishyapti. Lekin u bizda ijtimoiy tarmoqlarda Instagramimizda ko'payib ketgan. Bu bizda o'zimizniki, mana bugungi holatda 883 mingta. Bu o'zimizniki Instagram. Va bizda YouTube kanalimiz ham bor. YouTube kanalida mana ko'rasiz, o'zimizda NBN Avto Uy deb qidirsangiz chiqadi. Bunda 73 ming turistda bugungi kundagi obunachimiz. Ana shu ikkalasiga obuna bo'lib, haqiqiy ma'lumot olsangiz bo'ladi. Bunda bugungi qo'yilgani bugunda chiqadi. Chunki biz qo'yapmiz, yo bugun o'zida yoki ertaga sotilyapti mashinalarimiz. Lekin bizda fake akkauntlar ko'payib ketganligi uchun bizda obunachilarimiz tomonidan ozroq tushunmovchilik bo'lib, bir kun kech kelib, mana bugun qo'ygansizlar degan gaplar bo'lyapti. O'shaning uchun e'tiborli bo'ling, ogoh bo'ling. Bizda Instagramda bitta 883 mingta, YouTube'da bitta o'zimizda shaxsiy kanallarimiz bor. Boshqalarga aldamasligingizni maslahat beramiz. Bizni qo'llab-quvvatlagan uchun katta rahmat hammaga. Omon bo'linglar, qo'llab-quvvatlashda davom etinglar.